Nimadan emsik çarpıyla. Yakın eyle ulan. Ağaç otur. Ağaç otur. Eyvallah. Alkış olur. Assalam apa. Obdan qopibdimi? Yaxshi balam. Bugun shundoq yenikli qopibdimi? Tarat sularini tayyorlab qo'ygan edim. Rahmat balam. Xudoyim menga sizdek yaxshi kelinni yetkizib, orom etli qoldim. Oycan! Astara qaydыңа? Qo'rqmay o'ltirmay Gulnar. Velosiped degan o'g'o qanot chiqib uchib ketdimi? Ikkimiz muhabbatlashib yurganda qanday qayda aytdim, ha? Voy, po'chiliqini kim sizning velosipedingizga minibdi-ki? Ha? Shu jo'tgan o'ychiligimiz bojimi texe bizning. O'z vaqtida sizni daryo bo'yiga men bilan apag'am. Shuni unutib qoldingizmi? Shu kun ma'qul demaganmidingiz? Qahvoshliqini yodingizda bor ekanda? Uni unutib qolamdigan. Voy. Shu kunlarni o'ylasam, faqat esimdan chiqmaydi juma. Rostmi? Rost.
Birdam aram elib olamsiz, Tayir. İşlaganga herib ketmaymiz. Ko'rdingizmi muskulalarni, xili chambalijimi biz. Po'chiligini. Çay içiveling canım. Rahmat xotin. Xotin? Keşke xotin daverdi ekansiz. Bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin xotin demay nima deydim? Muhabbatdan damdim ya, ha? Qo'lga kirgizib oldim, ishkim ko'rikdan o'tib oldi danga. Unda xos qaytada muhabbatlashamdik ya, ha? Yana bir daqiqa, yana bir daqiqa qani. Deyman, qada. Xotin. Xotin. Oy. Pa. Sizlar alomat qaynab ketibsizlar-ku. Keldingmi adash? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Uyda qilamagan sho'xlig'inglarni etizlik qilib yetibsizlar-da. Atrofda odamlar bormi? Hey, bug'doyningmi ko'zi va quliq bormi? Ha? Mush gullarning ishi bo'lmamdi. Muhabbatlashgan vaqtimizni aslab boqayli deb qo'g'lab jinimni ozliq qo'ydi degina adash. Yolg'on. Sizmi bo'sh emaskansiz juma Gulnar? Mushuk chashqanni qo'lgandek, Tayirning jinnini elib jangalda qo'yibsiz-da. Hey, adash. Koni yar beshidiki ya'ni qanday qilsa? Olaman, cho'qim olaman. Hozir u yerga xalqni ko'zi tushib yetibdi. Fursatni chin tutchimi adash? Xalqning qo'liga tushib ketmasin bika. Hay, opam u yerga suv opirish tastaydi. Agar ip bo'lib suv chiqaramay qolsak, qiynalib qolamizmi? Suv opirish tasog'an bilan ya obdan danga Gulnar. Uning ustiga 20 mo'ya. Hey, u yani elib olgan bo'lsam xeli bir ish qilatdim. Agar biz fan texnikaga tayinib yer terimisak, boshqalarni oqida qolamiz. To'g'ri? Hey, undaq bo'lsa, Sulaymon akamni izlaylik. Shunda qilaylik. Hey, Gulnar, men berib kelayim size. Yur adash. Ana av yedigan. Sulaymon aka! Assalomu alaykum Sulaymon aka. Alaykum assalom. Assalomu alaykum Sulaymon aka. Otga qarab o'tibsiz-da. Sulaymon aka, ot beqishqa pamingiz bor ekan juma? Bu ot kunda 4-5 kilo qo'noq yeydi. Shunga bugun ap chiqib o't qo'yib etdim. Ayol kishining to'lg'ini, otning bordalg'ini yaxshi emasmi? Sulaymon aka, kon yar beshidagi yana men beramdikin deb izlab kelgandim. Uxlab tush ko'rgandek gap qiladi ekansan-ku. Men to'y qilishdan burun degan-ku, keyin to'y ishi bilan aldirashib ketdim shu. Rost gapni qilsam, Tayir. Uya sana tegmaydi. Uyaning beshida o't qo'yib otdi, o't. Sulaymon aka, shu yerni Tayirga aytpasingiz umamdi. Tayirning nayt yaxshi planlari bor edi. U yerni Tayir olsa, atrofga obdan foydasi tegadi. Sizlar bundaq talashavergan bilan mening u yerga tishim patmaydi. Bo'ldi, shu qilib birini desin. Chop! Suv chiqmaydigan eski do'nglikni talashib qo'ysa, ajab addidan oshda bo'la. Bu ya yezliq hukumatning qo'lidagi chaqda suv chiqmaydi deb terimay. Tashlab o'tgandi. Hey, oladigan niyating bo'lsa, ching tur. U ya yaxshi ya. Planlaringni amalga oshira olaysan. Cho'qim olaman. Yo'lni bekalam. Yo'lni bekalam deyman bu. Qanday degan gap bu? Arvamizda bir yoq tortinglar. Xafa olmang, mana hozir. İsmingiz nima? Meni bunchalar yot ko'rib ketmang. Men mush yezining muavin boshlig'i Osmon bo'laman. İsmingizni bilgim kelib qoldi. Ha?
ismim Gülnar. Moshi yezidagi Tayir Abdullaning ayoli bo'laman. Ha, Günler degan sizda. Tayir mush yezidagi eng chiroyli bir qizni elib oldi deb anglagandim. Tayir yo'vash yigit, toza ta'lingiz gapdijimi? Men mangay Osman aka. Voy. Qaltis qizgansiz-g'o. Uyingizga taklif qilaymi demaysiz, ha? Yangi kelinchak degan mushunda qo'lamda? Ha? Men mangay. Voy Xudoyim. Voy. Gülnar, balam mijazingiz yo'qmi? Ha? Turing ay balam. Asta turing ay balam. Astroq turing balam. Turing. Bo'yingizni ba o'xshaydi, jinim balam. Azroq aram evasingiz. Yaxshi bo'lib qolasiz. Ha, bo'ladi. Emin sen şundaq bo'lsin. Kiring. Ha, Osman. Teshikmi? Yaxshi turdingizmi? Qani, o'tiring. Neymiş bu hatta? Qapsalan jilg'isiga kelkin kelib, barliq to'smalarni buzib etibdi. Bugun ertaga Nailik hukumatdan to'smalarni to'singlar deb telefon keldi. Moşu nayi rəhbərlərimize qiziqken. Kelkün kəsilə tosmini itinglar deydi. Ya bizge tosmini etkidek məbləğ bəmigen. Siz undaq desiniz bo'lmaydi. Nailik hukumatmi bizni har jihatdan qo'llayotmandi. Yezi başlığı, sili yezimizga başlık olib kelgili uzun bo'lmadi. Sil ba'zi ahvollarni tushunmaylar. Masalan, bizning eshakdek ishliginimizni nayi rəhbərlər ko'rib baqdimi? Shaxsan meni mukofotlab baqdimi? Biz toptani qilsak bo'lmaydi. Yezimizni taraqqiy qildirish uchun tabiiy boylig'imizdan foydalanib, holliq saviyaga yetish uchun izlanishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri. Sizdan bu yeziga ma'un yezi boshlig'i bo'lganingizga xili yillar bo'ldi. Chekkan jafoyingizmi ko'p, boshqalarimizga qaraganda yiltizingiz cho'nqur. Bizning ko'p ishlarda hamkorlashishimizga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum, yezi boshlig'i. Qanday ahvollari? Obdan turibdimmi? Ha, obdan turdim Sulayman. O chaqirtmasam kelaymi demaysiz-g'o? Yo'q. Undaqmi emas, yezi boshlig'i. Mush yaqindan yoq ishlarim sal aldirash bo'lib qilib, o'zlarini yo'qlab kelamadim sizlar. Xafamisiz, yezi boshlig'i? Ha, qani, o'tiring. Ma'qul. Hey, xotin. Cho'k bilan piyola chiqa. İlahi amin. Allahu akbar. Menmi mush bir yezini peqirtib ketyapman-g'o, ha? Araq ichishga, o'ynashga, uxlashga vaqt chiqara olaymi? Vay, yezi boshlig'i. Sizlar buyruqni so'qib qo'yib, xotirjam o'ltag'im bilan Dixon deganga gap anglatmoq osonmi, ha? Hamma japoni biz tortimiz sizlar, yezi boshlig'i. O'nchilikmi deb gapman, Sulayman. Hozir dehqonlarni aşağı haydaydigan gap yezi boshlig'i. Men bo'lmasam ular jahillik qilib, hargiz bag'il unmaydi. Qani, nima topshiriqlar bor ekan shuni anglab baqay deb kelishim. Teshikmi? Choy iching. Rahmat.
Ağaç otası. Sen çıkıp mavaraktan bir botulka akirip begine. Maqul. Sulayman. Ha? Bir haqiqatim siz bağımsınızmı? Dehalla aşağı keteverdi. Bugün menen azırak işkim kep kaptı. Birer ömküdün içip koyaylı, ha? Dene, elime. Siniz Sili bundaq degandikin mağa nima amal? Boptu, istek ishtoq. Ha, beli. Bir yezi başlı qopap sizin eş dese, muşunu bilmemsiz. Birisi meni şundaq dese, beşim asmanı takışatdı. Siliga o'yin tomosha ozmi, ha? Hayla, hadi gene. Xo'sh. Ha, beli, yaraysiz. Sulayman. Xo'sh. Mush ikkimizning ilpatchilik qilayotganiga xeli uzun yillar bo'ldi, shundaqmi? Shundaq. Yoshirg'idek ishmigo yo'q. Men hayotli bo'lsam, huquq tutibni to'sam, sizni mangu qanot ostimga olaman. Rahmat yiz boshlig'i. Qandaq o'ylaganlar bo'lsa, davaslar. Xizmatlarga tayyorman yiz boshlig'i. Sizlarning ash qumdon kentida bir cho'konni ko'rib qoldim. U meni asir qilib oldi. Har qancha qilsammi, kallamdan zodili chiqmayotdi. Kimkan u? Sizni buncha asir qilib olgan. Toyirning ayoliman deydi. Ismi Gunnar ekan. Sizlar qiz cho'kan desa, o'lib birdigan yiz boshlig'i jumi, ha? Qiz cho'konlarga qachon bag'rimiz qenib o'tgan, ha? Shundaq. Gülnar. Hay, Saniya. Qandaq ahvolingiz? Yaxshirdingizmi? O'zingiz yaxshirdingizmi? Yaxshi. Gulnar bir yerda turib faqat ko'rishmay yurimiz-da. Shu emasmi? Sizmi aldirash, men aldirash olgandikin. Gulnar, qizingizga balg'a diqqat qilingchimi? Bunda chaqda diqqat qilmasa bo'lmaydi. Uyga qaytamsiz? Ha, qaytaman. Sen bak o, traktörünü çaya girip toktub koy, ha? Olamdı, ha? Tayir! Tayir, tokta! Tayir! Tayir! Tokta! Manga ilqiyani berdigan o'xshamamsiz. Tosmunu mu tosib bo'ldik, ish mu tugidi. Endi biray yerimdan adiq chiqaman dokka. Adiqni uyga berib chiqamam deb Sulayman aka. Hey, ahmaq ukam, uyga borgandan keyin bu ishlar bilan adiq chiqamdi. Men qara, men obdan bir so'rin tuzdim. Rasat bir o'ltirib kelaylik. Yur, mana. Sulayman aka, ilqiyani menga berib versanglar bo'ladi. Sen mushundaq hojatman bo'lgandan keyin mening kaynimdan ma'lumsan, ha? Shu Bo'ldi. Sal to'xtatib qo'yli. Naqshinimi anglag'ach, araqnimi ishgach o'ltirayli, ha? Shundaq. Sulayman, araqingizni qo'ying. Ma'qul. Qani, o'ltirishimiz boshlandi og'aynilar. Ma'u birinchi rumkini yezi boshlig'ining hurmati uchun men ko'tarib o'tay. Xo'sh. Ukam Toyir, mau go'shtdan, samsildan og'ach o'ltiring. Aşağıdan yangi keldingiz. Qo'sqingizmi ichib qolgandi. Qo'saq och bo'lsa, Elibeka haraq tutib ketadimi? Qo'saqni to'yg'izinglar. Yezi boshlig'i, men bu haraqni Qani, yezi boshlig'i, o'zlari keldi. Qiziq chaqchaq bilan bir ichmaslar. Chaqchaq deganni ichib qizig'anda to'kib o'tamiz.
Qani xo'sha. Xaltisi izbashligida. Qani Tayirivka, köpbüdü bir ko'tirib o'ta. Sulaymon aka, men aroq ichmayman, men zo'rlamang. Bu Mavi izbashligini oldida buyurmatlik qilma. Ala, isha. Sulaymon aka, men ömrümde aroq ichib boqmagan. Burun içmegen bolsang, endi içmemse. Sen degen yigit qo. Nimanda xurapilik qilsa, ala. Bu xurofiylik emas Sulaymon aka. Men rost aroq ichmayman. Burun iş bakmagan bolsang, endi iş bakmamsa. Sulayman, akilanga. Ufkam Tayir. Bizning bu sahroy qiyomatda mushu aroqdan boshqa nim bor deysiz? Shu emas. Bu ko'ngil uchunda. Ha? Mana qarang. Mana bu ko'sanning oliy darajalik arqi. Buni ichsangiz foyda qiladi deymi ufkam? Ichib qo'ying. Yezi boshlig'i, mush aroqni men zo'lamagan bo'lsa, masaladan o'tib qolay. Ufkam, men qarang. Avval mushuni ichib qo'ying. Avval buni qo'lingizga elib, nima gap bo'lsa ondan demamsiz. Ering? Jinim aka, meni zo'lamang deyman. Men ichamayman. Avval bu piyanı kolunga al, Mavi izbashligini qo'l tilib ketdi. Ala. Bali, ishning yo'li ma'va ufkam. Endi bir güppüdü ko'tirib o'ta. Gap bir ichmasang bo'lmadimi? Izbashligini hurmat uchun bo'lsa-mu, birini ichib o'ta. Men sendan xo'shib qolay. Ya Allah, xotin kishidek naz qilmay, ko'pida ko'tirib o'tmamsa. Agar mush aroqni ichib olsang, sen talashqa yani bir bitime. Nima? Tayirning tali bormi-ka? O'rlab beringlar tali bo'lsa. Heliqi Konyar beshidagi yerni jiq odam talashdi. Bu ufkammo ko'p gap qilib, beshimni og'ritib ketdi. Mundaq bo'lsa, mendan buyruq. U ya'ni Tayirga berib o'tinglar. Sulaymon aka, bu rasma? Qiziq gap qildi ekan ufkam. Izbashlig Osmonning har bir eg'iz gipi atgan o'q degina. Bo'ldi, berdik sana. Qani, shuni bir güppüdü ishibda. Xo'ja. Bali, o'g'il oldigan mundaq bo'lmamdi. Ostara. Ayxon ana. Voy xudoyim-ey, bolamga nim bo'lgandi? Voy, nima sesixchilik bu? Voy, sharmanda. O'qigan namozlarimni bulg'ab, eshak suydigini ichib kelsan-da. Hey, ko'zingni ochqina. Senmi odam bo'ldingmi? O'zingizni bismillah Ayxon ana. Tayir, beshini ko'tarib o'ltir. Voy xudoyim. Tayir, Tayir. Astara. Voy, opa. Tayirga nim bo'pti? Nim bo'ladi bolam. Eshakning suydigini ichibdi. Voy isit. Xudodan tilaganlarimni hakatdi. Xalq olam oldida qandoq bir bosh ko'tarib yuraman. O'zlarini besivasla opa. Tayir o'ngshalganda so'zlashaylik. Dadisining ro'yini qo'rindirib qipshiga ishini qarangla. Rahmatlik Abdullahxon bo'lgan bo'lsa shundaqmi qilmasdi. Men bundaq rasvochilikni ko'rgandim. Tuqqanlarning uyiga ketay. Nima satchilik bu? Nima satchilik? Voy xudoyim. Opa. Jinim opa, undaq qilmasla. Tayirning o'rnida men sizlarga nomaqul bo'lay. Mundaqla ketib qolsa, tuqqanlar bizni yomonlashib qopti deb o'ylab qoladi. Tayirni mushi bir qatim kechirvasla opa. Gulnar. Apa, Gulnar qani? Kun tushkicha uxlasang, Gulnar qarab turamdi bolam. Gulnar allaqachon etizga chiqib bo'ldi. Sen mize toza o'rin bo'lib ketding bolam.
Gülnar, bu buğdaylarning hammasini o'rib bo'psiz-ku. Nima bo'ldi sizga? Akilingga maqlay bo'ldi. Voy, akilingga maqlay. Deminglar. Gülnar, meningmi undaq qilg'im yo'q. Qatori ichib qoldim shu. Yagim erishdim. Endi ishimsan bo'ldi-ku. Eng yaxshi so'roq ishmang. Bo'lmasa hammamizni xafa qilib qo'ydi ekansiz. Gulnar. To'g'ri qildim. Kimni o'ylash shu uchraydi ekan? Oxir zamon bo'lib qoldimi nima? Ha? Nima ishda Sulaymon aka? Mundaq gap. Yezilik hukumatning boshliqlari kantimizga tekshirish kelmoqchi ekan. Ularni obdan kutib olmasak bo'lmaydi. Shuning uchun sizni bizga yordamlashib mehmonlarga tomoq etib bersa deb kelibdim. Lozimatli narsalarning hammani men tayyorlab ekib beraman, ha? Men, ila. Boshqalarga desangiz o'ptikan Sulaymon aka, ishimiz aldirashdi. Ha, bundaq desangiz bo'lmas. U mehmonlarni kaskemas yak boshliqli bo'lmaydi. Hozir bizning sizlarga hojitimiz tushib qoldi. O'tganda sizlarning hojitlar bizga tushganda kon yer beshdagi, ya'ni sizlar berdik-ku. Ha? Ilang afka. Ha? Ilang. Ha? Ha? Shundoq bo'lsin. Ha? Undaq bo'lsa, bugungi sizlarning uyda. Hay! Sulaymon aka! Hozir bir qism rahbariy kadrlarda aynib ketish, huquqidan foydalanib o'z nafsiga cho'q tortish, shiriklashish qilmishlari intayin og'ir. Biz partiyaning xalq oldidagi inovatini saqlab qolish uchun oldi bilan poklik xizmatini ching tutishimiz, kim masala sodir qilsa, kim o'z huquqini qalaymaqan ishlatsa, shuni jazolashimiz lozim. Hozir noimiz tavasida bir qism kadrlar yalarni qalaymaqan egilib hukumatning mablag'iga o'y silish, emgak kuchi va qurilish materiallarini haqsiz ishlatish xohishi bakma og'ir. Yani bazı kadrlar hükümetin pulunu yap içişke ve oynab sayahat qilishga sarf qilmoqda. Ba'zilar bo'lsa parxo'rlik yo'li bilan beymoqda. Biz yuqorining yo'l yo'riga asosan buningdan keyin shiriklikka va parxo'rlikqa qarshi xizmatni ching tutib, yaxshi ishlashimiz kerak. Har qaysi yezilar buni aktiv qo'llashi, o'z joyida mas'ul ko'rilgan aman fosh qilib bir taraf qilishi lozim. Qilmishi haqiqatan og'ir bo'lganlar qonun bo'yicha bir taraf qilindi. Qani yo'ldoshlar. Hujjat yetkazilib bo'ldi. Buning qarta qanday fikringlar bor? Malik hukumatning hujjatini qo'llaymiz. Bizda masala bo'lsa, tuzasak bo'ladi. Og'ir masala bo'lsa boshqasoq bo'ladi. Yezi boshlig'i. Bayatdan sizlar bu materialni yetkazgan heliqi masala bizning bu yezid yo'q deb qarayman. Bu yerda o'ltagan kadrlarning hammasi pak diyonatli kadrlar. Yez boshlig'i Osman obdan gap qildi. Oramizda o'z nafsiga cho'q tortadigan, chiriklashib, tushkunlashgan kadrlar yo'q. Hammasi xalq uchun jon dili bilan jafoliq ishlayotdi. Undaq kesib yetishqi bo'lmaydi. Bizga ma'lum bo'lgan ba'zi inkoslardan qaraganda, yezimizda masala oz emas. Yo'ldoshlar bir-biriga chapon yapmasligi kerak. Ağaç oturun lan. Hoşa. Hoşa. Hoşa bize. Mimallah, ağaç oturunlar. Hayır Cafka. Bugün qattiq yaşaymiz. Obdan içimiz. Qani, içe.
Mushu aroqni ichmayman deb yana ichdim. Sulaymon aka, nima ishqa ichdim bilamsiz? Bilmem. Sizlarning hurmatinglar uchun ichdim. Ay, hiç kimga bermegen yani sana verdim. Şunun örümtüsü bozmuş işlemse. İşe. Koşa. Yezi başlığı. Koşa. Tahir ukam, ichib qo'ya birani, ha? Ha, koşa. Koş. Ha, koş. Zeki. Tahir. Hey Tahir. Gezi başlığı. Niye kelin? Sizin örümtüsünüz üçün mü Tahir? Bunu yani bir içmesin ha. İşe. Koşa. İşe. Yaşı. Yaraysa. Nimandaq içiversiz? Yezi başlığı zalap durup algan deken içmey qanday qilaman? Ağzınızga zorlap qo'ymagandu. Aroqni o'ligidek ichib, opamni ketkizivatdingiz. Elinglar. Ağaşa oturanglar. Qani, ağaşa oturanglar. Qopingga, tag'isi o'ynayli. Men tansi deganni zodi bilmayman, yezi başladı. Bilmayman deganmi gapmi? Bilmasangiz o'rganasiz emasmi? Qarang, av xotinlarni o'ynab malax bo'lib ketdi. Sizning ash xotinlardan qog'chiligingiz bormi? Ha? Keling, o'ynaylik. Turing, turing. Xo'masangiz men o'yitib qo'yman emasmi? Gunnar, siz haqiqatan chiroyli ekansiz. Tahirga zoyi ketibsiz. Ham yog'ida qizgansiz-chi? Undaq sərtləşmislə yezi başladı. Hamma qiz cho'qonlar shunday qiladi-ku. Mening ko'zim tushdimi? Taliyingizning kagini shu. Sizlar yezi başlağı turib, mushundaq gap qilsa bo'lamdi. Men hammani bilaman. Hamma ishlar chiroyliqcha bo'ladi. Men qonunni bilaman emasmi? Sizlar baq qo'rqinchli odam ekanlar. Meni qo'yivasizlar. Tahir, hey Tahir. Sizmi er kishimi? Turing o'rningizdan. Turing. Siz mening gapimga kirsangiz, menga rahat turmush kechirsiz Gunnar. Yo'ldoshingiz Tahirmi? Oshodin turli siliqlardan xoli bo'ladi. Men sizlarni qanot ostimga olaman. Men sizga ko'yib qoldim Gunnar. Men Yana yaqin keldigan bo'lsa, boshlarini chepib o'taman. bunchalik qilib ketmang Gunnar. Bu yeza texi mening olqinimdan chiqib ketgani yo'q. Men deginimni qiladigan odam. Hamon bir kuni mening oldimga kelib tizlanmagingizni bir ko'ray. Tahir, hey Tahir. Turing, sizga deydigan gapim bor. Ay, nima gap bo'lsa hamamsiz. Bo'yimdan ajrab ketdi. Nima?
Gülnar, bu rostmi? Akşam keçidi şundaq bo'ldi. Emmini qilgan bu necis harak. Mening narimnimi o'g'il bola degan olsun. Canım Tahir, ben sizden pek ensirab ketyapman. Siz o'zgarib ketasizmi? Gülnar, bana işinin. Ben sizni mengü söyümen. Xadicham. Xadicham. Mana men. Sizmi odam aldashni o'rganibsiz, a? Özlerinden aylansın, yezi başlığı. 2 saat boldu silini saklap öyley dedim. Başka şeytanlar ozdurup ketmegandi. Manga siz bo'lsangizlar bo'ldi. Boshqa odamning keragi yo'q deyman. Voy yey, hozir shundoq deyla. Ertagun kim bildi o tixi? Ah, manga ishining ha Xadicham. Men sildim bir ishni so'rab baqay. Reshitning ishtatini qachon alqib berla? Yaqindan beri shunda qo'rqib ketyapman. Agar o'shikimizning ishini bilib qolsa, o'ltirib yetishtirganmaydi. Siz xotirjam bo'ling. Men aqlim bilan ish qiladigan odam. Men reshitning shtatini cho'qim hal qilib beraman. Ha? Tahir Cafka, sola şaplı ketipse, akşam qarak ziyan qildi mi nima? Qo'ying Sulayman aka. Odam garoqni shundoqmi ichirib o'tamsiz? Kechini yoqi beshim og'rib araliq qoldim danga. Asta ko'nib qolsa afka. Bizmi 20 yilning yog'i ichib beshnimi bo'lmadik-ku, ha? Qasam qildim. Bundan keyin aroq degan narsa ikkinchi og'zimga olmayman. Aras, eliq Konya beshligiga yerga bir narsa terimi qolsa? Yo'q. Terimig'ini yaxshi bo'pti. Raskatni qilsam, biz sendan u yerni qaytirib oldigandek qilamiz. Bu nima gap? Men u yerni 3 yillik setib olgan tursam, yana kelib sizga to'xtami bor-ku? Biroq ahvolda o'zgarish bo'lib qoldi. Bu yezliq hukumatning o'rlashtirishi. Oshi 20 oyagimi yezliq hukumat alisham degan? Men u yerga ko'p ajr sindirgan tursam. Bu mening ishim emas, Fuka. Mendan hargiz ranjima. Biroq u yerdan umidingni uzmasang bo'lmaydi. Sog'an emgak kuchim, qazigan pulimdan hammasidan voz kechamdim. Odamni bundoq bo'zaq qilgan bormi? Va tuzga to'xtab qolmayapmiz. Wang Shuji viloyatlik partiya maktabiga o'qishga ketdi. Barat Shangjang ichkariga 1 oylik tekshirish ketdi. Bu yezining xizmatini mening vakolatdan ishlayotganligimni hammanglar bilasizlar. Bu yezida mening gapim zodi o'tamdi, o'tmamdi. Har bir kentdan 5 daldan yog'och, 2 dan odam chiqarishga kuchanglar. Bo'lmasa sizlarni qandaqmi kent boshlig'i degili bo'lsin. Yez boshlig'i. Biz ilgari noyidagi boshliqlarning uy silish ishlariga yaxshi yordamlashdik. Ularmi bizdan rozi bo'ldi. Endi kelib bu boshliqlarning tuqqanlari uchun emgak kuchi, yog'och material chiqarish bizga haqiqatan tas to'xtaydi. Bizni tar yo'lda qistimizlar. Yez boshlig'i, bizning kentimizmi shundoq. Kentimizda kaskidak bir atal yog'ochni topqili bo'lmaydi. Bu yog'ochning hammasi so'g' salamga ketib bo'ldi. Endi emgak kuchi masalasi kelsak, bu texim mumkin emas. Moshindaq aldirash chaqda dehqonlarga biz mushi gapni deydigan bo'lsak, bizni urushdinim yanmaydi. Bo'ldi.
Hammanglarni bilib qo'ydim. Sizlar menga qarshi chiqmoqchimi? Sizlarga bu huquqni kim bergan? Ha? Yezi başlığı Osman'ın fikri to'g'ri. Men qo'llayman. Bir kentdan 5-6 talda yog'och chiqaramsak, bu qanday bo'lg'ini? Yezi başlığı Osman, bu yog'ochlarni men o'zim ishlataman da'vatqini yo'q-ku. Yezi başlığı. Ha, Sizlarga deydigan gapim botdi. nima gap? Sizlar buyurib bergan hilqiyani Qumdan kenti hech sababsizlik tatolmoqchi bo'lyotidi. To'xtamnimi bekor qilmoqchi. Shu sizlarning oldilariga kelib edim. Ha, u yana qaytarilishni men aytgan. Qanday gaping bormi? Bu nima gap yezi boshlig'i? Men sizlarga nima yomonlik qildim? O'zingning normalik yerini terisanglar bo'ldi-ku. Yer chetilib teridiganga nima haddim? Ya'ni to'xtambuchi sotgan tursa, men u yerni tajriba etiz qilay degan. Kentga foyda yetkazatdim. Yerlarni setish, qaytarilish bu hukumatning ishi. To'liq otkachilik qilmay yo'lingga manga. Sizlar qandoq ishingiz kel degandilar. Men sizlarga tog'dak ishini kelsam bu To'g'ri, men shundoq degan. Lekin hozir niyatimni yenib oldim. Azroq iç, azroq. Ziyon qiladi juma. Nemishqa meni ahmoq qiladi. Nemishqa meni ahmoq qiladi deyman. Hey, Gülnar. Ha, opa. Opa, Nima qilib yuraysiz, bolam? Nemişki gapimni anglamaydigansiz? qanday qilaman opa? Bug'doylarni o'rib bo'lanmidiq. Vaqtida o'rib olmasak bo'lmaydi. Jenim balam, o'zingizni o'zingiz aymasangiz bo'lmaydi. 10 tug'utdan bir tushuk yomon deganni anglamaganmi? Bir necha kun obdan dam elib ondan chiqing. Bo'lmasa keyin tug'utingizga ta'sir qiladi, balam. Xotirjam bo'slar opa. Avaylab ish qilaman. Ha. Bu günlerinizi. Oycan! Oy, yavşık etti. Qara, kim bu? Kim bu? Voy, bu Tahirkan-ku. Tahir. Tahir. Hey Tahir. Tahir. Hey Tahir. Bu zahmenga o'xshaydi. Gapirib qo'yaylik. Bulani. Gulnar, qanday ahvolingiz? Gulnar, qarab qo'yaymi demaysiz-ku? Men sizga nima yomonlik qildim? Nima qilganingizni bilmayaptamsiz? Yerning masalasi kelsak, bu mening ishim emas. Yuqorining o'rinlashtirishi. Shunga shundaq bo'lgan. Hozir yezi boshlig'i Osman o'chilishni yerdan boshlayotidi. U xiyolida mushunda qilsam meni yalvirib oldiga bordi deb o'ylayotidi. Yani bamiz chekisiga tangsin. Jenim singlim, men sizni nihoyat obdan tushunaman. Biroq bu gapni Tahirga hargiz deb sanmang.
Bo'lmasa, uyinglar buzildi. Hey, mendimi amal yo'q da. Agar qildiganni qilmasam, izi boshliq Osmon meni ishdek talaydi. Bir necha kun bo'ldi. O'zimning go'shini o'zim yegidek bo'lib, yaram bo'lib ketyaptimi? Hey, sizmi-chu? Izi boshliq Osmonning gapiga kirgan bo'lsangiz, bu ish yo'q. Nima deyapsiz? Sizda vijdon degan narsa bormi yo'q Sulaymon aka? Mushundaq gaplarni og'zingizga og'icha ulib olsangiz bo'lmamdi? Siz Ishblas. xat to'xtab tur qanjoq. Men seni rasvo qilib, mushiyada turibsiz qilib etmaydigan bo'lsam, Sulaymon bomba ketay. Apa, kellama. Balam putuğunun ağırı qandığıraq. Xil yaxshi. Kesla apa. Nega yurib kelding, apa? Tov qildim Xudoyim. Xudoyimning oldida nima gunoh qilgan bo'g'iydim. Kagilik bo'lsa, bizga kagil turdi. To'y qilmasning oldida bir obdan balitdan. Qachon to'y qilding, buzilding. Canım balam Tayir, sen mening yürek param emasmi? Nemişki bundaq apangni xap qiladigan sen? Apa, putum sunup ketdimikin, bek og'rib ketyapti. Balam, ko'nglingga kasmi dey. Gulnarning oyig'i faqatli yarashmadi. Gulnar kelgandan beri qo'zili qo'yimiz bo'g'ilib o'lib qoldi. Qo'sig'idagi 2 oylik bola tushib ketdi. Sen eşekning suydigiga ugunib olding. Canım balam, sen qandaq Tayirdin? O'ylab baqa. Apa, Gulnarda gunohi yo'q. Uni ayblasang bo'lmaydi. Sen uningda kelini hech nadan topamaysan. Yana birdam o'ltiringchi hez boshlig'i. Bugun azroq ishim bordi. Men yana kelin emasmi, ha? Endi kesimiz qachonliq kelisiz? Ay. Men yana 3-4 kundan keyin kelima, ha? Qapinmaysizmi, ha? Ay vallah. Bu Reşit! Osman. O iflas. Reşitkan, men Nomassiz. Men seni öldüreydim. Reşitkan, meni şeytan azırıptı. Men bunda qildigan odam emasdim. Fikam, bu Senin hadisini meni elektr istansiyasiga haydaydiganligingning sababini endi bildim. Osman, sen tuzumni yeb, tuzligimni sepsan. Sening naringmi yezi boshligiga o'xshasin, ha? Reşitkan, men ezibdimi? Men sening ishtat masalangni atila hal qilib beray. At deganda ishxonaga borgan, ha? Meni qo'yib atgan Fikam, xo'sh o'lay. Men 10 yildan oshdi. İştatimni hal qilib bermading. Men seni o'ldirib etaman. Reşit! Askana, seni gören gözüm yok. Öldün yok al. Şu balının yüzünü kılıncını Reşit. Ben eziptim ben. Ben eziptim.
Sen neymiş ki ballarının yüzünü kılmaysan? Ha? İhte, beni neymiş ki aldaysan? Aldınım demem. Beni geçirilmiş. Ballarının yüzünü kılmaydıgan bolsam, seni öldürüp yettim. O namussuz, közümden hazır yıkap. Qanday ahvolingiz Gulnar? Yaxshi. Necha kun bo'ldi? Ko'rinmaysiz-ku. Sizni izday deb turatdim. Tag'am og'rib qopti ekan. Shu yerga berib keldim. Ha. Hey, Tahir ko'rinmaydi-ku. Uyda yotadi. Nima bo'pti? Uch to'rt kun bo'ldi. Atrat heliqi bizga bergan yeni tatib optikan. Shuning achchig'ida Tahir haraqni o'lgidek ichib, qaytib kelishida velosiped bilan yodin tushib ketibdi. Ha? Ahvol og'ir emas-ku? Dastlabda maslikning alomatimi og'irg'andan kepini qilmagan. 2 kun bo'ldi. Belim putum og'rib ketyotdi deydi. Badanning ichi tarpi zaxmiyib qoldimikin deb ansirab ketyapman. Yani ilvamamdı. Şunu oğlum şunca kapılış ketemdi. Bomuz unzavut kursun. Yezimizde unzavut yok ku. Tahir'e burun mu? Şundak dep meslet bergen ben. Tursun, siz Tahir'ning yaqin og'inisi. Onunga nasihat qilib qo'ysangiz. Tahir haraqqa berilib ketyotdi. O hozir burunqi Tahir emas. Xuddi men kelin bo'lib kiribla Tahirni buzib atgandek opamni meningdan xafa bo'lib yuribdi. Aygül! Aygül! Nemish bo'ldi Sulaymonka? Rasma? Ras olmayçı, işenmisiniz berip qarab tapamsiz. Hey, Aygül, uyek bağandı bağı, menin ismimni herkes çıkarıp samancı mı? Vures valla. Günler. Turmuşda igizpes işler bop durdu. Bu işlerini sizden göz bulmaydı da. Ben Tahir'e nasihat qilib qo'yay. Vures valla. Aygül siz? Köp gündüzde apak çapak balashdan noz qilsanlarchi? Aygül. Nima deb juylayapsiz? Tex men joylabdimanmi? Tursun, asli siz Tahirning og'inisi emas, Gullarning og'inisi ekansiz-da. Aygül, odamga qarchaplimisingiz-chi? Qasam qilaman, Tursun bilan hech qanday munosabatim yo'q. Tex munosabati yo'qmish. Xalqning oilasini buzg'icha ezilib o'lvasingiz-chi? Ko'p kunduz buzuqchilik qilishib. Aygül, zuvaningni jiq bo'lmasa miyangni qitig'ini chiqarib yutaman. Xap to'xtab tur Gullar. Bu rasvochilikni butun mahallaga yetkazadigan bo'lsam. Aygül! Ağzını yum deymen, bu iflas! Bugünden rasa o'xshidi. Hemen Allah'ını yıkıp oğul bulamı? Yıkıp oğul bulan sizinki tüygeç menin taya oludu. Ensirmanglar, hammasi yiqib bo'g'iladi. Hey, anladinglarmi? Bizning yezdi bag'u kishining aqli hayron qolgandek bir xabar taqilibdi. Qanday xabar? Voy, Mavu Tursun bilan Gulnar bag'u tutilib qopti. Voy, nada? Voy, texi, Aygül o'z qo'li bilan qo'noqlikda tutyapti. Tavba qildim, tavba. Gulnarning bundaqmi hunari borligini o'ylamabdim emasmi? Gullarning attiga qarisiga xalqning eriga qaraydigandek emas. O'ylim qoyadin chiqibdi-da u. Tavba.
Günlarning qochidagi oshni yeb turib, qozon qaraydigan hunari borligini o'ylamabdimi emasmi? Gülnar bilan Tayir to'y qilgandan beri nayti inoq ijil o'tadi. Uqishmaslik bo'lib qoldimi ya? Ishonmaysizlar? Boyitix Oygulning o'z og'zidan angladim. Abdi Ayxacha? Qandaq ahvollari? Tinchlikmi? Tayir yaxshi bo'lib qoldimi? Ha? Ay, nədikini deysiz. Kündün kunga og'riqi adab ketyotdi. Tayir xil obdan odam bo'lgandi. Qachon to'y qildi, shuningdan keyin u o'zgardi. To'g'ri dedingiz, Sulayman. Balam oltinga bagitsiz bo'ldi. Gulnar kelin bo'lib oilamizga kelgandan bo'yan bizni nasvas qilib turdi. Men shu gapni deydab turgandim. Kelinlarga obdaroq ko'z quloq o'sli bo'lg'idek. Uning oqidan ba'zi so'z cho'chaklarni anglab qoldim. Nima so'z cho'chaklarkan u, ha? Ish qilib, kelinlari ancha durust ayol emasdek qiladi. Voy sho'rim, ay, shuningga bizning oilani nasbas qilib turibdi ekanda. Chiroyli to'g'apa yo'q deb, men bir yaxshi kelinga erishdim deb xo'shalab yursam, men rasvochilikni qaramamdigan. Ayxacha, bunda xapib ketmisizlar. Bo'lmasa men xijlab qoladi ekanman. Qani, bir mezgil sinab baqmamla. Hoş. Voy balam. Neymiş bu balam? Nim bo'ldi? Tura. Gülnarning nima qilgan ekan? Mening holimni bilib turib qo'ylarni qo'yib etibdi. Tura balam, tura. Mush kunda Gulnar haddidan oshqilib turdi. Sen Gulnarni obdanroq boshqarib qo'ygan balam. Xotiningning ko'ziga qaraverib bo'lgan ahvoling mushu. Nayiga kirib, doktorga obdanroq ko'rinib baqqan, keslang yomoniga aylanib qolmasin balam. Gulnar sana kuyinmagan bilan men sana chidamayman o'g'lim. Appa, sen Gülnarni ayblayvermagina. U elimi etizning, uyning ishini qilyotdi-ku. Men ama gapimni anglab qo'y, jenim balam. Gulnarga obdanroq ko'z quloq bo'l da'vatman. Nima da'vatsan? Assalomu alaykum yuzbashlig'i. Qandaq ahvollari? Obdan turib Keling Sulayman. Ko'zlardagi ko'k texchi yo'qlay demapti. Ha, shusmi? Qerishqandek bu ko'kmi yonmayotdi. Ha, o'tiring. Ha, ma'qul. Amin. Allohu akbar. Yuzbashlig'i, yiliqi rish degan dushakni soqchiq tutib berib yaxshi qilajimi? Hammani qilgan ash rish degan xotin taloq. Men endi uning xizmat masalasini hargiz hal qilmayman. U meni nima qila oladi ekan qani? To'g'ri, shunday qilish kerak. Ata muavin Sidiq hokimning o'g'lining to'yi. Sidiq hokim bo'lsa bizning oq terigimiz. Hay, men boramaydigan bo'ldim-da. Sizlar ati u to'yga bormisizlar? Muavin Sidiq hokimning cho'qim ko'ngli keladi. Mening ahvolim mo'shundaq tursa, qanday para olayman? Ma'u pulni Sidiq hokimga siz yetkazib bering. Agar u meni so'rab qolsa, og'rib qoldi desangizlar bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi, sanimizingizmi bo'ladi. Shu 3000 so'm pul. Ma'qul. Eliqi Gulnar degan chokonni ko'rib turyotamsiz. Ajabmi bir tarsa chokan-ku u. Mushu ahvolda turib, yana qiz chokanlarning gapini qilib o'tamlar. U bir ko'zlariga mo ko'kchib qolmasa yana. Ha? Men texi yana tortib olsam, u cho'qim oldimga tizilib keldi deb o'ylagandim. Biroq u kamidi. Endi uningdan davomli o'ch elish kerak. Yuzbashlig'i sizlar undaq deydiganlar. Haq mening oqamdan tillayotdi.
Hatto arqamdan bo'layotgan gap so'zlarmi oz emas. Yüzümden yüzümge yezi başlığı Osman'ın g'altisi deyishyotidi. Deyxan xalq degan nimani demaydi o deysiz? Maydingizni egiz ko'tarib ishlayvermamsiz. Haddidan oshqonlarga mana men o'zim tetayman. Rahmat, yezi başlığı, rahmat. Tayir! Hey Tayir! Hey, adaş, bu yerda nima ish qilyapsan? Bir yer uchun mushunchalik urib ketishning nima hojati? Boshqa ish qilsang bo'lmadimi? Aka araqni. Nim bo'g'ini shunchalik araq ichsan? Sen mening ishimga aralashma. Nima qilishimni o'zim bilaman. Sana nim bo'ldi? Nimandaq menga to'ng tegisan? Tursun, sening ayoling bilan zodi ne munosabating bor? Nima? Tayir, men Sen iflasni ko'rak ko'zim yo'q. Yo'qol! Gullar bilan mening hech qanday munosabatim yo'q. Xudo oldida qasam qilsam qilib beray. Oygul degan qor yuz ikkimizga qor chopladi. Aygulg'o qor choplasin. Mahaldagilarchi? Mahaldagilarning ko'zi ko'rma. Hey iflos! Tayir, meni qo'yib ber. U nomussiz! Tayir, mana! Apa, oshsizlar. Tayir, eshingizni ichib oling. Tayir, ishching'a? Tayir. Eşingi çivin düştü. Onu işkil olmaydı. Apırıp töküvet. Qiladiganni qilib bo'lib, ko'zining yeshini oqqizayotganini qara. Men sana necha qatim dedim, er kishi degan xotiniga tumurini tutqizib qo'ymaslik kerak deb, bo'lmasa bo'yniga minib oladi. Ko'nolarning chiroyliqda vafo yo'q degani rost gapkan. Bu askida chiroy bo'g'ini bilan vijdon yo'qkan. Bo'ldi qila, apa. Gulnora bilan Tursunning munosabati bor yo'qligini men cho'qim aniqlayman. Uni ayblayversang, bizning turmushimiz buzilmamdi. Hey, bir yumlab xotining tarafga o'tib olding a? Anangni o'ylab qo'yjimi? Meni nima qildiysa, apa? Elimiz sening gapingga kirib Tursun bilan azorlashib qoldim. Gulnorni haydaymi ya? Men Keslinning dardini tortmanmi yo sizlarning xafalig'inglarni tortmanmi? Gulnor rost rasvochilik qilgan bo'lsa, men qarab turmayman-ku.
o'ltirib ketibsiz-ku. Xiyolingizga yana kimlar kelyotdi? Qig'iliqni qilib bo'lib, yana meningdan so'ramsan? Sening kasopitingdan Tayir bilan ajralishib qoldim. Günlarmi töhmet kuchurdi. Bilemsen, Tayir mana shunday ehtiyojli vaqtda senizi. Endi ularning bo'siq-siq dasaydigan bo'lsangiz, sizdan obdan bir hisoblashman. Günlar o'zining chiroyiga bak ishnib ketib, ko'ranglab ketgandi. Eri haraqkash bir zambil to'qilib yotdi. Og'zingni yum. Sening kundashliging qachonmi tuga? Xudo oldida qor yuzib ketsan. Mening Gulnar bilan hech qanday ishim yo'q. Agar ati berib Gulnardan apu so'ramaydigan bo'lsang, meningda ko'gilg'ingni ko'rsan. Nimandaq yig'laversiz? Gulnar. Bu yig'laverganimda bir ish olmaydi deyman. O'z vaqtida siz meni yaxshi ko'rib to'y qilgan edingiz. Endilikda siz xalqning fitna fasotlariga ishonib ketyapsiz. Opam menga ishonmay yomon ko'z bilan qarayotdi. O'ylab beqing Tayir, men ashundaq rasvochilikni qilamanmi? Tez qurgan oilamizni buzamanmi? Opamga ishonmasin, siz menga ishonmamsiz, Tayir. Jinim Tayir, menga ishoning. Rishtikam, turmadan sağ-salamat obda yenib chiqdingizmi? Keling, o'tiring. Sizning xizmat ishingizni qaytadan asli keltirishni o'ylashgan. Bugun berib uydagilaringiz bilan obdan bir ko'rishib keling, ha? Nomus qilmay qilayotgan gapingni qara. Undaq paskini xotin bilan-chu, o'zing o'y tutib o'tdi. Odam emas hayvon. Sen meni az bo'lsa qildingmi? Osman, aldırmaydı. Men senin üstünden çokum arz kılıman. Bu dünyada bağı, kanunun bağlılığını unutup kalma. Hakkaniyet degen, aman hakkaniyet. Bildin mi? Üstünden çokum arz kılıman hayvan. Şükame, doktoruna... Bu... Məldiki qıqlarının ağzını itibar qılıb olmaydı Gülnar. Söz çöçəqisi qılıverməmdi. Özünüzü ağ boğandan keyin beşinizi içinizga tiqib yürüyəməmsiz. Undaq deganiniz bilan Tayir mamanga ishonmayotdi. Opamni o'shmanlik bilan qarayotdi. Ular bo'yimdan ajrab ketishi bilan qo'zilib qo'yning bo'g'ilib o'lib qolganligini, yana o'sak gaplarni bahona qilib menga oromchilik bermayotdi. Yuragimda alamga to'shib ketdi Soniya. Nima qilishimni sadi bilamadim. Egisi yo'q deb meni mushundaq bo'za qisib bo'lamdi. Tayir sizni shundaq yaxshi ko'ratdi-ku. Tayir bo'lsa sizni tushunishi, xalqlarning so'z cho'jaklariga ishonmasligi kerakdi. Xalq degan ba'zida sarong bo'ladi-jimi? Xalqning gapiga kirib bir chiroyli ayolga azor berginni. Tayirga shuncha yig'lab tushundirsammi, lamjim demay turibdi. Qaraganda opam uning beshini pek aylantirib ketayotgan o'xshaydi. Hozir har ikkilisining muomalasi menga yaxshi emas. Tayirni Urumchiga olib davoldiman deysiz. Mushunda qilib yursa, u yerga bermisiz ranjdarmi? Bilmayman Soniya. Balkim unishib qolar. Doktorxonada davolanadigan pulni tayyor qildinglarmi? Uydagi kala qo'ylarni sotdik, yana bir muncha odamlardan qarz oldik. Bu pullar yetamdi, yetmamdi, hozircha bilmayman. Gulnar! Gulnar, o'tganda to'sma-to's qilasizlarning oiladan odam chiqmadi. Qoida bo'yicha 100 yen jarimani to'laysizlar. Tayirning kasal ekanligini bilasiz.
Ürümchiga davolatqili boradiganga tayyorlik qilyapmiz. Uyda boshqa odam bo'lmasa, kim boradi? 60 yoshlik opam boramdi. Buning bilan mening chatig'im yo'q. Bu degan tuzum. Pulni cho'qim to'laysizlar. Hechib haddidan eshib ketdik bu g'alcha. Uyingizning ahvolini bilib turib. Tursunning ayoliga mushi ish plas berib chiqimchilik qilibdi ekan. Opamga mushi yetkazibdi. Hammani keyin bildim. Yeyib turgan bilan ichida zahar qaynaydigan, niyati intayin yomon ish plas bir nima ekan bu. Mening ustimda nemish xusus cho'chak taqtidig'ini hozirgacha bilamayapman. Bu Voy, Rashid, tutilish o'rnidan qaytib chiqdingizmi? Keling, o'tiring. Qiziq bir piyola choy damlab chiqay. Qani o'tiring. Hey, to'xtag'ina. Men seni haydayotgan-ku. Nim deb keldingmi uyga? Voy, yuzi qilin. Odammisan? Numus qilma yana keldingmi? Yo'qlayamam. Mendan o'tgan bo'lsa, meni kechiring, Rashid. Ishki bolning yuzini qilib bo'lsimi, yaxshilashib qolaylik. Endi o ishlarni Ağzınızga almagan bolsanız çinin Rashid. Xotirjam bo'l. Men sen bilan uy tutmayman, bildingmi? Men sana dedim-ku, yo'qol deganga yo'qolmamsa. Yo'qlayamam. Ötünüp qalay. Ballarimizni özümüz bakaylı. Bundan keyin undaq ishlarni yuz vermesligi va'da beray. Canım Rashid. Ballarni yetim qilmayli. Ötünüp qalay. Bo'pti. Ballarimning yuzini qilib bo'lsimi, bu eson qolsin. Biroq men ketaman. Rashid, meni tashlab ketma. Rashid. Kim? Men ishni iching. Kim? Avval ishni iching deyman. Yezi boshlig'imiz siz. Ha, Nimshingiz botdi? avval ishni ochmamsiz. Kon otlar qo'zg'alib sizni izlab keldim. Meni qarshi olmamsiz, ha? Chiqing! Siz bek yuzsiz odamkansiz. Meni bir muncha bola aqtiqib qo'yib, pakechi deganni deb keldingiz. Men sizni deb oilamni vayron qildim. Chiqing! Siz meni yaxshi ko'rmamsiz? Siz de meni rad qilyaptamsiz? Chiqib keting! Siz yana meni aldamoqchimi? Meni yana mushunda ish dostlik majburlaydigan bo'lsangiz, ustingizdan arz qilaman. Yo'qoling, chiqing! Bu rasva qonjoq. Seni ikkinchi izlab keldigan bo'lsam, Tayir! 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 Ha, nim deb kelding? Sizlarning etizlikdagi qo'noqlikqa bir skalasini qo'yayotgan o'xshaydi. Bir munchani nabod qilib yetibdi. Shuni deb qo'yay deb kelgan edim. Toza, yaxshi vaqtda kelibsan. Sen Toyirning shunday yaqin og'inisi turib, ashundaq rasvo ishni qildingmi? Hey, seningda vijdon degan narsa bormi? Undaq so'zlarga ishonmaslar Ayxon ona. U degan to'kmat. Ko'nalarning qo'sg'oning og'ir bo'lmasa, tavzishni qo'qma degan gapi bor. Bir-birimiz bilan azarlashib nima qilamiz? Shamol chiqmasa, daraxtlanishmaydi. Bir ish bo'lmasa, bu gaplar chiqamdi. U degan to'kmat Ayxon ona. Xudo oldida yomon bo'ladi. Hey, to'la ko'zimga sat ko'rinmay, yo'qlar bu yerdan. Ayxon ona.
Assalomu alaykum izi boshlig'i. Ha, Qanaqa avvaldir obdan turib o'tamlar. Ha, yaxshi. 2 kun bo'ldi. Hech ko'rishamadik o'zlari bilan. Yeningizga 2 qitim odam evatsam kelaymi demaysiz, ha? Yo'q, unday emas izi boshlig'i. 2 kundan beri bak aldirash bo'lib qoldim. Sizlarning eli tog'dagi o'riq qo'ylarni sotadigan ish qanday bo'lib ketdi? Tog'dagi qo'ylar o'ruqlab o'lib qolib turibdi. Ha? Shunga setib tayil deyapmiz. Nəhayət yaxşı. Sizga gapning ochiqini qilay Sulayman. Mening navri inim qo'y bodab sotmoqchi ekandiq. Aşı mallarni mening navri inimga bergan bo'lsanglar. Bo'ladi izi boshlig'i. Sizlarga bermagan qo'yni kimga beramiz deylar? Anglasam bu qo'ylar bak o'riq ekan. Har birisiga 100 qo'yni hisoblaganda jami qancha qo'ydi? 120 tuyoq. O'g'illik pulni akib berib, mallarni olib ketaylik, ha? Bu izi boshlig'i bu Ne bo'ldi? Shunchalik ishqimi tishingiz patmasa, sizni qandoq bir atraf boshlig'i degil bo'lsin, ha? Xotin kishida g'idingchimay gapni putun qilmamsiz deyman. Meningcha bo'lsa-ku bekor qilib berib etaman. Biroq ular mening oqilimdan arz qilishdi. Azroq pul ketib baslar. Voy. Mush gaplar og'zingizdan qandoq chiqdi, ha? Sizga bu huquqni kim bergan? Meni to'g'ri tushansizlar izi boshlig'i. Men sizga umrboyat sodiq izi boshlig'i. Quruq gap. Siz men topshirgan ishning qaysini qilib baqdingiz, ha? Qachon meni rozi qilib baqdingiz? Men birdan-bir shu kunlarni sizga to'g'rilab beramadim izi boshlig'i. Undan boshqa qaysi ishlarni qilamadim? Sulayman, men bu yerga ota-aytan shu qo'ylarni olaman deb kelgandim. Mening shunchilikmi yuzim yo'qmi? Bo'ldi. Olmoqdiman. Izi boshlig'i, xapomislar. Bo'ldi, men siz deganga beray. Bo'ldi. Nertiring, ha? Izi boshlig'i, xapomislar. Men sizni bundoq gap qilar deb o'ylamoqdiganman. Ma'qul desizlar izi boshlig'i. Xapomislar, chiroyli qiz-cho'kalarni chaqirib, toza, fayzli bir o'ltirishni o'rinlashtirib beray. O'zdirmi, ayol kishini seqinib qolganlar axsha. Ha? Shuslar. Shunaqa qilaylik. Shuslar. Tursun, keling choy ichimiz. Tursun, xafa bo'lmang. Sizni bekorni ayblabdiman. Qarab turib Gulnarg'im tuhmat chaplabdiman. Gulnar aslida men o'ylaganda qiz emaskan. Hamma xafalig'ini tergan o'sha Sulaymon degan g'olchikan emasmi? Siz tushungan bo'lsangiz bo'ldi-ku. Aygul, Gulnardan apu so'radingizmi? Men Gulnarga yuz kelmayman. Aslida men Sulaymon degan yilgarning domog'i tushib ketibdiman emasmi? Tursun, men atil berib Gulnardan apu so'ray, ma'qulmi? Qani choy iching. Voy, Aygül balam öy kirmeyli menipsiz-gu. Ayxon ana, men Gulnardan apu so'ray deb kelib edim. Nimaga? Ayxon ana, men Sulaymonning gapiga kirib, Gulnarning diliga azor beribdiman. Shunga bu qilgan ishimga meni kechirvasizlar ana. Gulnarg'imi apu so'rab kelganini deb qo'ygan bo'lsalar. Xo'sh, men mangay. Izi boshlig'i, unchalar xafa ketmaslar. Izi boshliq barat degan u g'alchaq sizlarni hech nima qilolmaydi. Sizlarning degan noyda oq tiraklar bor tursa. Oq terigim bo'lgan bilan ish haqning og'ziga chiqib qopti emasmi? Hamma ishni buzdingiz. Menga nima amal izi boshlig'i? Dehqon haq jim turg'ini bilan mungizi ishdik emasmi? U qo'ylarni boshqa birisiga sotdiq desingizlar bo'lmadimi? Nima deb mening chavim chiqdi deysiz? Izi boshlig'i, mening gapimni bir anglab boqmamsiz. Menda hech qanday gunoh yo'q. Dehqonlar yuqoriga arz qildi emasmi? Abdunum rayondan kelgan xizmat atirti bilan ma'nolik inson tekshirishkilar meningdan bak surish chiqib ketyapti. Men ularga qandoqmi yolg'on so'zlayman? Xotirjam bo'lsanglar izi boshlig'i, dehqonlarning bundoq arz qilishi necha qitim bo'lgan-ku?
Nam tepi. Şunçilik işini qamlaştıramagın. Yezi başlığı bu iş mi ötüp gitti de? Üçümüzün rahavırız aladagan payt mi yitip gitti de? Bu işe unçula açıqlap yürmey. Cüsle yezi başlığı biz... Cüsle bir iş kızıqtın kavap yemiz. Bo'ldi. Mening Yezi ishim bor. başlığı cüsle kavap yemey bolamdı. Cüsle. Kesli. Kavap cüslam. Bir ot zık basla. Mana hozir. Qani, oltasla. Qani, oltasla. Maysiz yerden basla. Bizning ma'o yezi başlığımızga may ziyan qiladi. Bo'ladi. Hayır! Hey, Tahir. Arun to'xtat. O'rimchiga davolanig'ilmagan odam nima uchun menga xabar qilib qo'ymaysan? Men Sana hozir toza pul lozim bo'lyotidi. Az olsa-mu, menga 500 yuan ningni hisob qo'y. yo'q, bu Uydagi ishlaringdan xotirjam bo'lgin. Jura, men seni uzitib qo'yay. Tursun. Men xalqning fitna fasadlariga ishinib, sening ko'nglingga azor berib qo'yibdiman. Meni kechirgin. Meni tushungan bo'lsanglar bo'ldi, adash. Biz yana yaxshi do'stlardan. Tursun, rahmat sana. Gulnar, siz meni kechiraydim. Bununla keçiriş ketemdi. Bu mening chin ko'nglimdan chiqqan so'z. Men sizning ko'nglingizga azor berib qo'ydim. Meni kechiraydim. Chu. Hozir u yerga haqni ko'z tushib yetibdi. Fursatni chin tutchimi, adash. Haqni qo'liga tushib ketsin. Man bir oy ketganimga bu yezida haqiqatan jiq ishlar bo'lib ketibdi. Siz faqat to'g'ri qilmabsiz. Huquqni shunda qalayimqon ishlatishning qanday oqibat keltirib chiqildiganligini o'ylamadingizmi? Vang shu o'rganishga menishdan burun nima degan? Uni unutib qoldingizmi? Yezi boshlig'i, sizlar xalqlarning undaq yolg'on yobidoq gaplarga ishonmisizlar. Bu yezida mening do'stimdan dushmanim ko'p. Men sizga kuyunib shundoq deyapman. O'zimizda masala bo'lsa cho'qim topshirishimiz kerak. Kishilarning inkosi noyiq yetib qolsa qanday qilasiz? Buni o'ylamadingizmi? Arz qilmamdi. Bu yalangtoshlarning arz qilishidan men qo'rqib qolamdimi? Siz bundaq desangiz bo'lmaydi. Hozir partiyamiz poklik qurilishini ta'kidlayotdi. O'zimizda masala bo'lsa topshirishga tegishli bo'lganini topshirish kerak. Nima? Sizlar menga tahdid solyaptimlar? Qon ter to'kib bu yezini mo'shinchilik qilib qo'ygan menjumislar? Tunigan kelib nima cho'ng gap bu? Hukumat meni bu yeziga yezi boshlig'i deb taklif qildi. To'g'ri bo'lmagan ishlarni to'sash mening majburiyatim. Sizlarning nima ish qilayotganlari menga 5 qo'ldak ayon. Men nima ish qildim? Bu yezining xalqi uchun ishildim. Ishlabdimish. Sizlarning mening o'ramni ko'lab yurganlarini men bilmandimmi? Osman, to'la bildirman. Qarisu yezi xalqining ko'zi ko'r, qo'liqi pang emas. Yana 2000 yuan pul topshiringlar, ikkinchi qatimliq operatsiyaga o'rinlashtiramiz. Oy, biz 4000 yuan zakalat puli topshirdik-ku. U pulni birinchi qatimliq operatsiyaga, tekshirishga va davolashga ishlatib bo'ldik. Tezdan operatsiya qilmasak, putini saqlab qolish tez. Tezroq bir amal qilasizlar. Davolash puli nimanda qimmatdi? Gulnar, qaraganda biz bu operatsiyani qilolmaydigan o'xshaymiz. Biz mangayli. Narsani yig'ishtiring, ha? Unda qilmang, Tahir. Pulimiz qandoq qilamiz? Yig'ishtiring. Unda qilsangiz bo'lmaydi. Haras, Tahir, oltin jabtiqlarimni sotayli. Azroq bo'lsin pul bo'ladi. U degan men sizga epagan to'yliq tursa,
u qancha pulga yaraydi? Operatsiya pulini 2000 yuan davasa, yana kelib boshqa xarajatlar bilan 5-6 ming yuanga boradi shu. Pulni nerdan topamiz? Chiqib tilamchilik qilamdiq. Tayir, öydümü doktorga ko'rinishga unumay jahillik qilib bir putingizdan ayrilib tasib qaldingiz. Endi davoltib saqaytayli desak kessingiz qanday bo'ladi? Pulni men bir amal qilay. Nerdan amal qilasiz? Ish qilib men bir amal qilaman, xotirjam bo'ling. Yeting. Qaynoq suv kirib etay. Ayxacha, Ha, qandaq ahvollari? xudoga Tesh turdimi? Obdan turyapman balam. Birər ölümgə mağan oxşamamla. Shundaq, Shirin bir tuqqinimiz tugab ketibdi-kan, shu yerga mangan edim. O'zingiz obdan turyapsiz balam. Uy ichi teshdi. Tayirdən xəbər barmı? Onundan xabar yo'q, jimiblik ketdi. Shu balamni to'la o'ylab uyda qo'ygan tutqinimni bilmaydigan bo'lib qoldim. Bek ansirab ketyapman. Hey. Gulnar Tayirni bozaq qilib, shu yerga tashlab qo'yib, bazar aylanib yurgitdi. Tayirga uval qilib. Men mang'idgan vaqtida shundaq obdan nasihat qilib qo'ygan edim, undaqmi qilib ketmas. Hey. Sizlar toza o'tib ketgan bir sadiq xotunda. Ma'qul, men ketdim. Hürmetlik yezi başlığı. Yaxşı turvatamla. Sizlar mening bu xetimni topshirib olgan chaqlarda hayron bo'lishlari, hatto menga nafrat o'qishlarimi mumkin. Chunki men 2 oyning oldida sizlarni haqoratlagan Qumdin kentidagi Gulnar bo'laman. Yezi başlığı. Qismat degan shundaq rahimsiz bo'ladi ekan. Men Urumchiga kelgan bo'yan yo'qsizlik va ocharchilikning dardini yetkichi tatdim. Pulning odam uchun suv va havodan bekrak muhim ekanligini tushunib yetdim. Tahirni davoltishga pul yetkazolmay necha qatim hayotdan umidimni uzdim. Biroq yana unda qilg'im kelmadi. 2 oyning oldida sizlar qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, men hal qilib beraman degandilar. Shunga men sizlardan yordam so'rab bu xatni yozdim. Tuqqanlardan yordam so'ray desam, ularning ahvoli yaxshi emas. Kentga xat yozsam hech qanday javob kelmadi. Men yezilik hukumatning bizni qutqizib olishini so'rayman. Gulnar. Qanday qilaq? Qale, yaxshi qoldingizmi? Operatsiyani o'sha oyning 17-kuni, ya'ni kelayotgan 4-kuni qilamiz. Edingizda tayyorlik qilib qo'yasiz. Xotirjam bo'ling. Ma'qul hapsi. Rahmat. Obda araman, ha? Rahmat sizlarga, doktor. Aykagan pulimiz tugab qolgan-ku. Operatsiyaga qaysi pulni topshirdingiz? Ha, sizga demabdiman. O'tir maktabda birga o'qigan bir savodishimdan ozroq pul qarz olgandim. Shu pulni topshirdim. Qaysi savodishingiz u? Bo'ldi, so'rab menga xotirjam kesalingizni davolasak bo'ldi-ku. Bugun sizga nima bo'ldi? Mendan bir ishni yoshirayotgandek qilasiz-ku. Hech ishni sizdan yoshirmadim.
Assalomu alaykum ana. Tinchlikmi bola? Men uylarga izlab basam sili yo'qkanlar. Bu yoqqa silin izlab mangan edim. Men uydagi paxlarni setib pul qilib kelay deb bozorga kirib ketgan edim. O paxlarni setib keldim. Vallahi kepqas pul kerak bo'ladi ekan. Tayirdan xabar bormi? Balam, ularmı yaqin arada qaytib keladi ekan. Özəngning ahvoli qandoqroq balam? Men izlab berib bir huzurxolik qo'yay degan edim. O'tganda bekodim bekosini ranjitib bir muncha tillab ketibdi men. Aygul kelib menga hammani dedi balam. Sen meningdan ranjimagin. Qeyrganda odam shundoq bo'lib qoladi ekan. Tayir ishkinglar qatinas og'iniladin. Buningdan keyinmi shundoq qatinas bo'lib o'tinglar balam. Pat-pat kep turg'in juma balam. Bo'ldi, bu ishlarni tilg'anmayli. Hammadan muhimi salomatlik. Ish kuchlar bo'lsa, menga xabar qilib qo'ysizlar. Ma'qul, men mangay. Balam, ma'qul. Ya'ni kep turasan, ha? Xo'sh. Hey Süleyman. Men bo'lganda buningga. Izi başlığı. Assalomu alaykum izi başlığı. Aleykümselam. Obdan turdingizmi? Sizni qaysi shamal uchirib keldi? Izi başlığı. Men nayt ko'p o'ylanib, oxiri masalamni pash qilish niyatiga keldim. Yaxshi go. Mening o'tganda qilgan gaplarim ta'sir qilgan o'xshamamdi. Shundoq, men Qumdon kent uchun bo'lsa-mu, ba'zi ahvollarni pash qilib, rahbarlikning qo'llashiga erishish niyatiga keldim. Rost gapni qilsam, Osman Yezbaşlığı neçə yıldan buyan Qumdon kentini şulup quruq so'nakka aylantirib qo'ydi. Huquqidan foydalanib Qumdonliklarni sarang topdi. Mana bu somkada Osman Yezbaşlığının kentimizden ep ketgan va arzon ilib olgan narsalarning tizimligi, yana uni necha qitim nada mehmon qilganligimizning dalil isboti to'liq mushning ishida bor. Mana buni ko'rib beqing. Mushular shu. Men bu materiallarni ko'rib chiqqandan keyin intizom tekshirish guruhiga topshirib berma. So'raydigan, dalillashtiradigan ishlar bo'lsa sizni keyin chaqirtimiz. Men bu bir necha yildan beri xudimni uqmay Osman Yezbaşlığının çağan deb usul o'ynab ketibdiman. Men sizdan bir o'tinib qolay. Menga atadorchilik qilib bir qitim fursat bergan bo'lsangiz, men bundan keyin cho'qim sizga sodiq bo'lib, jafo mushaqqatga chidab ishlayman. Sizga hargiz yuz kelmaydigan ishni qilmayman. Cho'qim gapimda turman. Yaxshiligingizni hargiz unutmayman, Yezbaşlığı. Rost gapni qilsam siz to'g'rilikmi inkas bak ko'p. Hammani bir-birlab tekshiramiz. Yezbaşlığı men hech nima qilmagan tursam. Qumdonliklarning sizga fikri oz emas. Haqnoqqa chidildigan ba'zi ishlarda siz kent kadriga bo'lishga tegishli majburiyatni ado qilmadingiz. Yaqinlaringizga yon besib, yo'voshlarni bozak etdingiz. Kent mol-mulkini buzib chishishga yo'l qo'ydingiz. Bu ishlarning hammasi bizga inkas qilindi. Texi anglasam Tayir degan yigitga 20 oyani setib berib, uni yaga bir munch ishlatkizib, keyin boshqalarga ep beribsiz. Mushundaq o'z beshimchilik qilib, qarshi fikrda bo'lganlardan 3 ilishqa qandaqmi petindingiz? Bu ishlarning hammasi Osman Yezbaşlığının mecburlashi, buyrug'i bilan bo'lgan. Meni to'g'ri tushuning Yezbaşlığı. Menga uval bo'lmasin. Majburlasa qarshi tursangiz, inkas qilsangiz bo'lmamdi. Meningcha bu ishlarning hammasi Osman bilan munosabatli bo'lishi natoyin. Siz endi barliq masalalarni uning ustiga otib qo'ymoqchimi? Siz hozircha qaytib xizmatlarni yaxshi ishlab turing. Yezbaşlığı, men Bo'ldi, xo'sh.
Assalomu alaykum izbashlar. Yaxshimisiz? Bu yoqqa kelib qolibsizmi? Sizlar hech bir biz tarafga ya o'tmalar. Shunga meni sizni ko'gim kelib alayda yo'qlab kelishim. Qumdo'ngliklarning meni arz qilib qilmagan askiliklari qolmagan to'sa. U yerga nima deb bog'dekmi? Qumdo'ngliklarning aqli gajikisiga chiqib qoldimi nima? Toza bir saroq akina u. Ular arz qilgan bilan bizlar bag'o izbashlarga biz sizni yana beshimiz qilib ko'tiramiz emasmi? Undaq ishlarga ochiq olmay, bugun bizning uyga bir basla toza bir o'yintib qo'yay. Anlasam rost. Gulnar degan cho'kamo yaqinda kelamish. Uningga sizlar pul uvatpaligu deyman. Sizlar yomon chaqda esqatgandan keyin, endi sizning gaplariga u g'ing qilmay ma'qul deydi. Bo'lmasa bir kuni men uni to'g'rilab beray bo'laman. Bo'ldi bu gapni qo'yayli. U pulni yo men ivatpamisam, yezliq hukumatdan ozroq yordam qildik shu. Og'izlarda undaq degan bilan ko'ngillardan chiqmaydi. Uningga kuyib qolgan do'stlar. Bo'ldi, bu chaqchiqingizni qo'ying. Ta'kidlab qo'ydigan bir ish hozir intizom tekshirishdan bek kuchab ketadi. Agar sizdan yezilik hukumat yoki intizom tekshirishdan ahvol egallab qolsa, siz hargizmi chandirib qo'ymang. Bu shamolmi o'tib ketadi. Keyin men sizni obdan rozi qilib olaman. Voy xotirjam boshlar izi boshlig'i, ular sizning bir tal mo'ylarg'im cheqilanmaydi. Bu izda sizlar yana maydlarni ko'tarib, qarg'aydek tik turib ishlaylar. Biz sizni qo'llaymiz, izi boshlig'i, qo'llaymiz. Ma'qul, keyin ko'rsay. Ma'qul emsa. Xo'sh, Xudoyimga omonat. Xo'sh emsa? Ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum Ayxacha. O'pdan turdimi? Xudoga shukr, yomon emas. Sizlar bu yerda yolg'iz o'ltirib qolibdi-ku. Tayirlar bugun kelimiz deb ekan, shular qarab o'ltamaymanmi? Tayirlar qaytib kelmoqchi ekan? Yaxshi bo'lib qoptimi? Xeyli yaxshi bo'lib qopti. Ular qaytib keldi-da. Ha. Ayxacha, anglasam, Gulnar Osmon izi boshlig'idan pul so'rabdi ekan. Shu yaxshi bo'lib qopti ekanda. Nima deydigan siz Sulayman? Hey, ular kelgandan keyin kelinlarga o'ptaroq ko'z quloq bo'lib qo'yala. Ma'qul. Mening yangi izida azroq ishim bor edi. Berib kelay. Opa! Balam! Opa! Voy canım balam. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Salomat turdingmi, opa? Bek ko'gim kelib ketdi seni. Canım balam, men sana qarayammidim. Seni baqammidim balam. Yaxshi bo'lib qolibsan. Ko'nglim xil aram tep qoldi. Opa, Seni yolg'iz tashlab qo'yib, yaxshi qarayammidik, opa. Japa tatib qolmagansan balam. Yo'q, opa. Gullar obdan qaridi. O'zing yolg'izlik tatib qolmagansan, opa. Hamma ishni sana tashlab qo'ydik. Yo'q balam, undaq demagin. Sen yaxshi bo'lib qolsangli bo'ldi. Xudoga ming shukri balam. Helim o'shunchalik bo'lib kelibsan. Voy, bakensiz Gulnar. teshikmi? O'rimchidan kelibdi deb anlig'ini xeyli oldi. Bu yerda uchirtib kelishimni o'ylamabdi ekanman. Bo'ladi. Agar shundaqli bo'ladi ekan, bu ishlarning hammasini o'zingiz bir taraf qiling. Buning da qarab turmayman. Yana keyin bu ishlar, qarang ularga. Haras, men ivatgan pul tegdimi? Topshirib oldim, rahmat sizlarga. Lekin xatni shundaq ta'sirli yozibgansiz-juma. Sizlar bizga ko'p yordam qildilar. Qilgan yaxshiliklarni hargiz unutmaymiz. Bo'ldi. Siz aldirab o'tibsiz. Hozir menga bering. Lekin men sizni bir kun izlayman-juma. Xo'shamsa.
Tayir! Tayir! Qanday arkadaş? Yaxshi, o'zingchi adash. Yaxshi. Nahiyadan ushaq cho'knasdan og'ash keldi o'tatdim. Tizimlab qo'ydingmi? Tizimlab qo'ydim. Mana tizimlik. Mana bu 500 yam pul. 2 kunda bir qatam mol kelsa, qirg'anda suvdan yaxshi o'xshamamdi, ha? Yomon emas. Hey, do'koningga aroq solmagansan? Yo'q, adash, endi aroq solmayman. Putimning sababi mo aroqdan bo'ldi. Aroqni yana solamanmi? Ma'qul. Amsi men ketaveray. Bo'ladi, adash. Ma'qul. Xo'sh. Hey, Davut! Davut! Ya Davut! Ne bo'ldi? Sen izlaydigan ish bor. Aşağı turibdi. Hozir chiqma. Ma'qul. Hey Davut, endi bu yani terimsang bo'ladi. Bu yani Tayirga yana o'tkazib berdigan bo'ldik. Bu qandaq gap? Yerni o'zinglar sotgan tursanglar, endi bir muncha ishlab bo'lganda qaytara olaman desanglar qandaq degan gap bu? Bu mening ishim emas. Qara. Bu yuqorining o'rlashtirishi. O'zing bilasan, bu yerga Tayirbek ajr qilgan. Uning ustiga u hozir meyib. Agar tashkil bu ishni uqib qoladigan bo'lsa, bizni chatoq qiladi. Shuning uchun bu yani uni qaytarib berdigan bo'ldik. Sulaymon, sizlar meni qapoq ko'rib o'tamsizlar? Bu izliq hukumatning ishi. Men ijro qilishni bilaman. Sen ijro qilishni bilamsan? Yerni o'zing setib, o'zing qaytarib olamsan. Bundaq namarlikni nerda o'rganding? Ayta! Davut, gelimni qo'yib, gelimni sigma qo'yib. Anangni, gelimni qo'yib, Davut, gelimni qo'yib. To'xta, meni urush qilib ketdingmi? Men siz soqchig'i deb qo'lingda kagini qilgancha. Elim dehqonlarni azboz qilmading sen undaq odam tillamajmi? Men seni qo'rqib qolmayman. Eli baka, eli. Sen bir qanchalik demakdan? Bu kentni men so'rayman deb o'ylab o'tamsan? Hukumatning ko'zi bojimi? Amini bir kuni ko'tinga tepib kelsa. Xap to'xtatdi u abka. Men sening adabingni qandoq berdi ekanman? Bir ko'rib qo'y. Qo'lingda kagini qil. Tayir! Tayir! Ya ma aroq itma! Tayir! Tayir, hey Tayir, birisi sizni chaqiryotidi. Tayir? Hey, Eshigingni ocha. Menga aroq keltiribma. Aroq bo'lmasa xotiningni olib chiqibma. Men bu boshqalardek xotiningni o'ynab boqay. Ey! Eshigingni ochmamsan? Acha! Tayir, eshigingni ocha! Eshigingni ochdingmi, adash? Sen miydin? Men yoqqanni qo'yat-a. Ödeme yakka. Bu yerda nima dedi ha? Xotinimni tishlab tortsan-ku. Xotinimni kim o'ynabdi? Ey, chaqini. Yaqini qo'yat. Sen bilan hisoblashmay qo'ymayman. Bu hayvon. Ey! Yana bir digina qani. Hayvonda otamsan. U xotin taloq. Kirib, xotiningni so'rab baqin. Kim bilan o'ynag'ini shu o'zda birdi. Nima dedim? Bas. nima deb jo'ylayapsiz, Samat? Men zada nima ish qilibman? Deb Baraneri. Sen menga aroq sepib bermiding? Ha, to'xtab-tur. Do'koningga o't qo'yatmaydigan bo'lsam, u xotin taloq. Tayir, Qanjoq. Sen mening ko'zimni bo'yapsan. Rostini ayta. Sen kimlar bilan buzuqchilik qilding? Aytamsa, aytmamsa. Ayta, hey buzuq. Nima deb yuzini to'ksan? Rostini ayta. Rostini aytmasang seni o'ldirayman. Qilib bo'lib yana nima yig'laysan? Ko'zimni yulduzini eqitib qutulaman deb o'ylayapsan. Uxlab tushim. Sendek buzuqni men mangu kechirmayman. Sen yana boshqalar bilanmi munosabat o'rgan emasmi? O vijdonsiz.
Samet bana töhmet kılıvatıdı. Ben hiç kandak buzukçılık kılmadım. İşenmesiniz bulanın hemmesiga Xudo kova bolsun. Yalgan, deganlarının hemmesi yalgan. O iflas. Seni körek közüm yok. Közümde yok al. Canım Tahir, bana uval kılma. Bana işiniz ağırsın. Ben sizden ötünüp kalay. Ben Xudo aldıda sizge qasam qıpasam mı berey. Ben özemge pak. Siz meni yaxshi ko'ratdingiz-ku Tahir. Tura o'rningdan. Men hamma gapni anladim. Sizning bundaq askiligingizni faqatla uqmabdi ekanman. La'nat sizning bu chiroyingizga. Apa, meni tushuntirishimni anglabaqsi bo'lmamdi. Yana nima hili mehrlarni ishiltatyapsiz? Men necha vaqtdan beri Tayirni og'riq deb gap qilmadim. Mana bugun hamma rasvochiliklar oshkor bo'ldi. Qani, deb beqinga. Yezi boshliq Osmon bilan nima munosabatingiz bor? Nimalarni deydi Allah apa? Men To'la tilingizni chaynamay, ochiq gapni qiling. mening o odam bilan hech qanday munosabatim yo'q apa. Davatgan gapini qaramamdigan. Hey, Örümchida yezi boshlig'i Osmonga nimishqa pul avat deb xat yozdingiz. 2 kun ilgari qonaqlikda Osmon bilan nima deb paranglashdingiz? 3 oy burun Mushqoroda nima deb Osmon uchun o'ltirish uyushtirib berdingiz? Jenim apa, nədəki gapni qılıvatılar? Nədəki gapni qılıvatılar? 2 kun bo'ldi. Bütün məhəllədəki xalqның ağzıda Osman bilan Gülnarның münasibati bor deb hamma yerga pul ketdi. Men nomusdan o'lay dedim-ku. Gülnar degan buzuq. Meni yaxshi ko'rib turib, nima uchun menga tuzkorlik qilasan? Mahaldagilarning oldida nima ishqa mening yuzimni to'ksan? Sening naringni odamdagi olsun. O hayvon. Mening yezi boshlig'i Osmonga xat yozishim, yezilik hukumatning qutqizish pulini elish uchundir. Mening uning bilan hech qanday munosabatim yo'q. Yolg'on. Hammasi yolg'on. Meni unda qarlamang. Kim pushaymon qilib qolasiz? Sizdan o'tinib qolay Tahir. Məhəllədikilərning gapini yolg'on deydi. Samatning gapi yolg'onmi? Hey, kent başlığı Sulayman'ın gapi yolg'onmi? Ya onun qo'li qipang, ko'zi qorqmi? Jenim apa, Sulayman'ning niyati intayin yomon. Mening ustimdan ilgirimi so'z cho'chakni shu taqatqa. Hozir Sulayman yana shunda qilyotidi. Sizlar menga ishoninglar, jenim apa. Og'zingni yum, rasvo qanjoq. Sizni endi tushundim. Siz mushundaq askiliklarni qipshirgashga bizning uyni palokat besibdi. Men texi Xudoyim menga shundaq yaxshi kelin berdi deb al-mahalning oldida yo'g'on so'zlab yuribdimi? Mana endi-chi, xalqning oldida bu nomusdan qandaqmi beshimni ko'tarib yuraman? Bu rasvo. Ko'zimda yo'q ol. Qandaq yığılıqlar var. Aldırmaytırın. Hey, bir yakka keling. Hey, anladыңlarmı? Günlarningchi yezi boshliq bilan alohida munosabati bor ekan. Rost shundaq munosabati bormi-ki? Voy, rost bo'lmaychi. Bo'lmasa pul beradimi? Gulnar undaq aski emasmi? Xeyli hayalliq cho'kan. Satning holi chiroyliqni dadi degandek tuhmat bo'lib qolmasa yana. Ho't xanim, Gulnar hajab yon esib ketligu. To'la gapni cho'nqinmay, erlarga haziy osla. Bo'lmasinin erlardan tatib olmasa yana. Hey, Saniya, bir yakka keling. Paranglashimiz. Aldirab nega mandingiz? Gulnar yo'qab ketibdi-ki, uni izlab mangdim. Voy, hajabni olmabdimmi? Qachon yo'qab ketibdi? Tang saharda uydan chiqib ketibdi-kan. Mushu g'ayvatxo odamlarning og'zini choplavassam deyman. Bir obdan odamga to'kmat chaplab, keyindan shikoyat qilib, ayolni bir muncha jidalga silibdi. Gulnar nega ketgandi endi? Bichaning bu yurtda urug' tuqqanlari yo'q. Xudoyim yomon ko'zlardan saqlasin. Hey,
Namazga chidamay bir aya keçip ketdim ya. Shundoq qism qiladi juma u. O'z vaqtida shahar ko'rib qolgan. Oldin qitim Tursun bilan chiqishib qolgandi. Endi Osmon yezi boshliq bilan chiqishib qolgandikin, ha? Hey, ağzınlarga ayıp sözlənlərcimi bizning mo qızlarımız ba. Tazim bir g'ayvat xo'kansizlar u. Balam, Gulnar rastlığı keçip ketdimi nima? Bir chiqib ketgan peti tex qaytib kelmadi o. Nega yo'qolmamdi? Uningda xotinim yo'q. Atrat rahbarlari bu ishni xabar topdi. Agar u Beshqayga yaylay ketib, bir ish uchrab qolsa, o'zi ega. Ondaq dema, o yanılı senin xotining. Texi o senin nikohingda tursa, agar rastlığı keçip ketgan bo'lsa, yuzing teximi to'kiladi balam. Tahir! 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 Nima ish bo'ldi degina? Gülnar! Voy zodi, nima ish bo'ldi? Gap qilsang-chi. Gülnar o! Hey, tilingni chaynamay chaqarroq deysang-chi. Gülnar! Qazo qilibdi. Nima? Yo'q dunyodagi azob o'qidi. Quruq so'z, quruq tuhmat. Mening yosh jinimni qiynab, oxiri hayotimni halak qildi. Men hech kimga o'zimning samimiy qalbimni tushuntiramadim. Hech kimni o'zimning pokligiga tushuntiramadim. Dunyoda inson uchun buningdan ortiq xo'rliq, dard alam bo'lmadi. Lekin mening hamma ishlarimga Alloh guvoh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا آتنا سبحانك وقنا عذاب النار الله تعالى القرآن الكريم حق حرمة الله أكبر Gülnar! Beni koyuvetin Gülnar! Beni tutma Gülnar! Gelini koyuvetin Gülnar! 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 Beni koyuvetin Gülnar! 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 Ya. Bak. Çıka. Hey, sen uqtirmagin Yez başlığı. Mavun yez başlığı. Nem günah qıptı. Hey, nima gunoh qilibdi? Pora olgan pul va naskereklari 120 ming yendan eshib ketibdi. Uning ustiga istili chiriklashgan, huquqini qalaymiqa ishlatgan Nolik intizom tekshirish komiteti bilan reviziya idorasi hammani aniqlab chiqdi. Ba'zi ahvollarni anglab, biz mo hayron qoldik. Qo'yma obdan ish bo'pti. Una ahli meni ishga qo'yimnimi yeb ketgan.
Ayhan ana, qarasizlar. Sulayman. Bu neymişti? Shundaymi? Allahu Ekber. Gulnar, u dünyada olsunmu? Meni kechirishingizne umid qilaman. Amaliyotda sizning yezi boshlig'i Osmon bilan hech qanday munosabatingiz yo'q edi. Men yezi boshlig'i Osmonga yaxshiroq bo'laman debla, yana o'zimning kent boshlig'ligimni saqlab qolish uchun ustingizdan o'sak so'zlarni taqitib, sizga ziyonkashlik qildim. Sizga haqiqatan uvol bo'ldi. Sizning o'limingizga men sababchi. Ben bugün sizden afu so'rag'ili keldim. Agar siz meni kechirmasangiz, men ömür boyu vicdan azobini tortaman. Meni kechirishingizni umid qilaman. Gulnar, meni kechiring. Nasıl oğlum bala? Hemimizden razı oğlum. Gülnar kızı bizden razı oğlum. Men to'zg'an bir çiçek, Çudum soqqan vaqitsiz, Qismet qilgan shunda, Ümitsiz baxitsiz, Ko'p ekan bu hayotning, Kulkisidin azobi. Benim miskin yürüdüm, tapamadı teselli. Köpten bu hayatın, külksinin azabı. Benim miskin yürüdüm, tapamadı teselli. Yürürüm tapamadı teselli. Köpken bu hayatın, külksinin azabı. Benim miskin yürürüm tapamadı teselli. Benim miskin yürüyüm tapamadı teselli.